Assalomu alaykum, ahli islom, ahli iymon. Musulmon ahli hammalarga qurbon hayit muborak bo'lsin. Juma ayyominglar qutlug' bo'lsin. Hammalarni tabriklayman. Bugun mana Xudo xolasa ertalabdan yaxshi niyat bilan o'zim oldimga shu niyat maqsad qilgan edim. Hobbim bu taksi. Taksida bepul xizmat bugun. Shu loyihani yo'lga qo'ydim. Xudo xolasa haftada 2 kun bugundan boshlab bepul taksida xizmat qilamiz xalqqa. Mana Asaka shahrida bu menga hech qanday yoki sponsor yoki bir taksi kompaniyasi boshqa nimasi yo'q. Men o'zim o'z xohishim bilan, o'z istagim bilan o'zim bir qalbimga, yuragimga Alloh shuni soldi. Shuni qil dedi. Shuning uchun shu narsani qilishga aqd va qaror qildim. Shuning uchun mana bugun Qurbon hayit juma ayyom munosabati bilan mana sizlarga ko'rsataman. Bepul taksi mana. Mashinamni ko'p yeriga yopishtirgim kelmadi. Endi odamlarga qanaqa tuyuladi deb. Lekin oldimga orqasiga mashinani bittadan qo'ydim, yo'llariga qo'ymadim. Mana. Mana. Hayotingiz muborak. Bugun taksi bepul. Mana. Loyihasini yo'lga qo'ydim. Mana salonimda ham bor. Bu agar ko'rinsa, uni orqada turibdi. Boshimni tepasida qorayib bu yog'ida ham bor. Like'larni bosamiz, kommentariyalarga chiroyli bir fikringlarni o'zingizlarni bildirasizlar. Podдержкада bo'lsanglar, Xudo xolasa haftada 2 marta shu bepul taksi ertalabdan kechgacha dolza qilib boramiz xalqqa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.